yordam bu. Birinchi yuzimiz kuyganda terini qaytadan tiklaveradi, qorayishlarni yo'qotadi va teri rangini ham chiroyli qilib, kuyib ketganlarni hammasini bartaraf qiladi. Ay, quyosh ham ko'p chiqdi, yuzimiz juda qorayib ketdi. Demak, yuzimizga birinchi yordamni ko'rsatamiz. Yuzimiz qop-qora bo'lib ketganda har 3 kunda bir marta zo'r maska qilamiz. Osongina tayyorlashni boshladik. Buning uchun bizga ikkita mahsulot kerak bo'ladi. Birinchisi pantenol mazi, aloe geli. 1 choy qoshiq pantenol mazini olamiz. Aloe geli solamiz 1 choy qoshiqda va ikkalasini aralashtiramiz. Yuzlarimni mazza qilyapti, dam olyapti. Birinchi yordam bu. Birinchi yuzimiz kuyganda terini qaytadan tiklaveradi, qorayishlarni yo'qotadi va teri rangini ham chiroyli qilib, kuyib ketganlarni hammasini bartaraf qiladi. Juda ham zo'r namlantiruvchi, oqartiruvchi maska.